Assalomu alaykum. Mana bizda baraban, motor reduktor ichida o'sha 3 tasi birda. Reduktorlarimiz bor, motorlar. Mana katta, kichik har xil razmerdan bor. Mana oddiy barabanimiz ham bor. 75 sm uzunligida, bu yoqda 95, yana 75i bor. Shokoy bizda plitalarimiz ham bor. Mana bu yoqda. Bizda mana lenta bor. 80 lik, 5 sloylik, 14 mmlik lenta. Bu yoqda ochig'i ham bor. Lenta. Bu yoqda bronlar ham bor. Mana mali bronlar katta kichigidan. Klassifikator bor. Bu ham zakazga mana tayinlanyapti. Yana 65 lentamiz ham bor. Hozir yozuvini ko'rsataman. Mana 65 lenta, 5 sloylik, bu ham 14 mm qalinlikdagi. U yoqda ko'rsatganimda motor reduktorlari, mana motori bor. Bu komplekt birga nargin bilan. Yana bitta bronimiz bor. Bizda kronshtayn zagotovka ham bor. Komplektlari bor hammasidan. Bizda yana prujina, guruh elaklar uchun. Bu yerda prujinalar juda ko'p. Bizda yana Xitoydan keltirilgan rolik ham bor. O'zimiz ham tayyorlaymiz, Xitoydan ham sotib olamiz. Bu 89 diametrdagi truba. Uzunligi 31 sm, 24 sm-ligi ham bor, 75 sm-ligi ham bor. 95 ni ham tayyorlab beramiz mana. Mana shu holatda. Freza qilingan, buni hozir ola olmadim. Birdaniga yechib bo'lmadi. Chiqqani yo'q ekan.